Alloh taolo kimning qalbini boy qilgan bo'lsa, u dunyoni deb bezovta bo'lmaydi. Mol dunyoga ochko'zlik bilan tashlanmaydi. Kimning qalbi faqir bo'lsa, maqsadlari palapartish bo'lib ketadi va mol dunyo to'plash bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Qalbi boy inson boriga qanoat qiladi. O'zining va ahli oilasini ehtiyojiga yetarli puli bo'lsa, shunga qanoat qiladi. Qalb faqat Allohga yuzlanib, Allohga ibodat qilish bilangina xotirjam bo'la oladi. Kimning g'am tashvishi faqat dunyo bo'lsa, uning qalbi faqir, ochko'z bo'ladi. Alloh uning ishlarini parokanda qilib tashlaydi. Ya'ni bu inson o'zini hamma joyga uraveradi. Hali u bilan mashg'ul, hali bu bilan mashg'ul. Allohga tavakkul qilib, rizq topish yo'lida halol sabablarni qiladi. Shu bilan birga qalbi mol dunyoga bog'lanmaydi. Bunday odamlar juda kam. Afsus. Ammo dunyoni maqsad qilgan inson dunyoda ham, oxiratda ham ziyonkor bo'ladi. Chunki dunyoda u boylik orttiraman deb qattiq mashaqqatda, tinimsiz g'am tashvish bilan yashaydi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu aytadilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shunday deb aytayotganlarini eshitdim. Kimning maqsadi g'am tashvishi oxirat bo'lsa, Alloh uning barcha ishlarini tartibga solib qo'yadi. Kimning maqsadi g'am tashvishi dunyo bo'lsa, Alloh uning ishlarini parokanda qiladi va faqirligini ko'z o'ngida qiladi. Ya'ni ko'zi och, nafsi to'ymas bo'ladi. Unga mol dunyodan faqat yozib qo'yilgani keladi. Bu hadisni Imom Ahmad, Ibn Mojah, Ibn Hibbon va Tabaroniy rivoyat qilganlar. Hofiz al-Iroqiy hadisning sanadini yaxshi, maqbul deganlar. Busiri sahih hadis deb aytganlar. Termiziy va Abu Dovud Zuhd kitoblarida Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishgan. U kishi aytadilar: Alloh taolo qay bir insonning boyligini uning qalbida qilgan bo'lsa, dunyo unga foyda beradi. Ammo Alloh kimning qalbini boy qilmagan bo'lsa, dunyo unga foyda bermaydi. Abdulloh ibn Muborak Tawus rahimahulloh rivoyat qiladilar. U kishi aytganlar: Kimning maqsadi eng katta g'am tashvishi dunyo bo'lsa, Alloh uning ko'zini och qilib qo'yadi. Ya'ni doim yetmayotgan, to'ymayotgan bo'lib yuraveradi va ishlari ko'payib, palapartish bo'lib ketadi. Kimning maqsadi eng katta g'am tashvishi oxirat bo'lsa, Alloh uning nafsini boy qilib qo'yadi va barcha ishlarini tartiblab, jamlab beradi. Ziyol Maqdisi Muntaqo kitoblarida marvliklarning rivoyati jamlangan bo'limda aytganlar. Ya'ni muhaddis ulamolar barcha islom o'lkalariga borib, o'sha yerdagi ulamolardan hadislarni sahobalar va keyingi salaf solihinlarning so'zlarini jamlashgan. Chunki sahobalar ham ulardan keyin tobein islom o'lkalariga tarqalib ketishgan. Shuning uchun muhaddis ulamolar barcha islom o'lkalariga borib hadislarni va salaf solihinlarning so'zlarini jamlashgan. Ziyol Maqdisi ham marvlik bo'lgan Yahyo ibn Muaz rahimahullohdan rivoyat qilib aytayaptilar: Kimning boyligi karmonida bo'lsa, u kambag'alligicha qolaveradi. Kimning boyligi qalbida bo'lsa, u hamma vaqt boy bo'ladi. Bu hadislar va salaf solihinlarning so'zlari avval zikr qilganimiz qalbning boyligi mavzusiga qo'shimcha bo'ladi. Demak, Alloh taolo kimning qalbini boy qilgan bo'lsa, u dunyoni deb bezovta bo'lmaydi. Mol dunyoga ochko'zlik bilan tashlanmaydi. Kimning qalbi faqir bo'lsa, maqsadlari palapartish bo'lib ketadi va mol dunyo to'plash bilan mashg'ul bo'lib qoladi. Yuqoridagi hadisda kimning g'am tashvishi oxirat bo'lsa, ya'ni bu inson dunyoda Allohga itoat qilib yashaydi. Allohning rizoligini olish uchun intiladi. Bor e'tibori asosiy maqsadi oxirat bo'ladi. Mana bu o'tkinchi dunyo emas. Chunki u aniq biladi. Dunyoni qancha g'am tashvish qilsa ham, baribir bu dunyodan faqat yozilgan narsaga erishadi va bular hammasi qolib ketadi. Shuning uchun u mo'min bo'lgan holida bor e'tiborini oxiratga qaratadi va oxiratda najot topib, oliy martabalarga erishish uchun jiddiy jahd bilan harakat qiladi. Agar insonning boyligi qalbida bo'lsa, Alloh uning barcha ishlarini tartibga solib qo'yadi. Barcha ishlarini eng muhim bo'lgan oxirat ishlaridan boshlab dunyo ishlarini ham o'z o'rnida bajaradi. Uning qalbi dunyo vodiylarida kezib yurmaydi, fikri tarqoq bo'lmaydi, balki o'y xayoli joyida, o'zini bosib olgan va qalbi ham xotirjam. Uning barcha ishlari tartib, intizomda. Qalbi boy inson boriga qanoat qiladi. O'zining va ahli oilasini ehtiyojiga yetarli puli bo'lsa, shunga qanoat qiladi.
Mol dunyo ko'paytiraman deb o'zini o'tga, cho'g'ga urmaydi. Qalbi boy inson havoyi nafsini jilovlaydi. Halol molga harom shubhali narsalarni aralashtirmaydi, balki hidoyat yo'lida sobit turadi. Barcha muhtojligini faqat Allohga bog'lab, Allohdan boshqa hamma narsadan behojat bo'ladi. Shayxul Islom aytganlar: qalb faqat Allohga yuzlanib, Allohga ibodat qilish bilangina xotirjam bo'la oladi. Chunki inson muhtoj bo'lgan jonzot. Inson foydali narsalarga muhtoj va zararli narsalarni o'zidan daf qilishga muhtoj. Inson doimo nimalargadir intilib yashaydi. Demak, inson doim suyanib, xotirjam bo'la oladigan zot izlaydi. Barcha intilishlarining eng yuqorisida bo'ladigan zotga intiladi. Albatta, bu intilishlariga hamma holatda suyanishga loyiq bo'lgan zot yolg'iz Alloh taolodir. Shunday ekan, inson faqat Allohga suyanib, Allohga tavakkul qilgandagina, insonning eng oliy maqsadi yolg'iz Allohning roziligi bo'lgandagina, yolg'iz Allohga ibodat qilgandagina inson qalbi ana shunda xotirjam bo'lib, orom oladi. Agar yolg'iz Allohga yuzlanmasa, yolg'iz Allohga ibodat qilmasa, o'z-o'zidan Allohdan boshqalarga ibodat qiladi. Allohdan boshqalarga yuzlanadi. Allohdan boshqalarga suyanadi. Inson yolg'iz Allohga ibodat qilish bilan Allohdan o'zgalardan behojat bo'ladi. Yolg'iz Allohga tavakkul qilib, yolg'iz Allohdan yordam so'rash bilan Allohdan o'zgalarga muhtoj bo'lmaydi. Demak, kimning boyligi qalbida bo'lsa, u mol dunyo bilan o'zini boy deb bilmaydi, balki uning boyligi qalbida. U Allohga tavakkul qilib, Allohga suyanadi va boriga qanoat qilib yashaydi. Mol dunyoni kamayishi ham, ko'payishi ham uni bezovta qilmaydi, balki u har qanday holatda Allohga suyanib, bor narsaga rozi bo'ladi. Demak, kimning qalbi ana shunday boy bo'lsa, unga dunyoning o'zi kelaveradi. Ya'ni, bu inson o'zini qiynab, qattiq harakat qilmasa ham, unga yozib qo'yilgan mol dunyoning o'zi bo'yin egib keladi. Bu inson o'zini xorlab, dunyoning ortidan yurmaydi, balki dunyoning o'zi xor bo'lib, bu insonning ortidan keladi. Ammo kimning maqsadi mol dunyo bo'lsa va dunyoni deb oxiratni unutsa, Alloh uning ishlarini ko'paytirib, hayotini parokanda qilib qo'yadi. Ya'ni, uning ishi ko'payib ketadi. Hamma narsa tartibsiz bo'lib ketgan. Uning tashvishlari ko'p bo'lganidan fikrini jamlolmaydi. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa yuraverib, hayoti palapartish bo'lib qoladi. Xotirjamlikni ham yo'qotadi va doim bezovta bo'lib yashaydi. Bunga hayotda ochiq-oydin misollar juda ko'p. Bunday insonlar xotirjamligini butunlay yo'qotadi. Qalbida umuman orom yo'q. Ularning mol dunyosi ko'p bo'lsa ham, lekin ruhan qiynalib, azobda yashaydilar. Bu holat dunyodagi baxtsizlikning bir turidir. Kimning g'am tashvishi faqat dunyo bo'lsa, uning qalbi faqir, ochko'z bo'ladi. Alloh uning ishlarini parokanda qilib tashlaydi. Ya'ni, bu inson o'zini hamma joyga uraveradi. Hali u bilan mashg'ul, hali bu bilan mashg'ul. Anas radhiyallohu anhu ning hadislarida Alloh uning ishlarini parokanda qiladi va ko'zini och, faqir qilib qo'yadi. Chunki u doim qo'rqib yashaydi. Ishim yurmay qoladi. Bankrot bo'lib qolaman. Ehson, sadaqa qilsam pulim kamayib qoladi. U qanchalik boy bo'lmasin, baribir qalbi faqir bo'lib qolaveradi. Dunyo to'plashga juda haris, hamma narsasi yetarli bo'lsa, tinmay mol dunyo ko'paytirishni o'ylaydi. Molimni ko'paytiray deb yuraveradi. Oxiri ajali yetganini bilmay qoladi va yomon holatda vafot etadi. Alloh asrasin. Hadisda aytilyapti: unga faqat mol dunyodan yozib qo'yilgani keladi. Sindi rahimahulloh hadisning sharhida aytganlar: bandaga yozib qo'yilgan rizq albatta keladi. Lekin buning ma'nosi sabablarni qilmasa ham bo'laveradi degani emas. Uyga kirib uxlab yotaversang, rizqni o'zi kelaveradi degani emas. Hadisda bu ma'no maqsad qilinmagan. Chunki shariat bizni buyurgan narsa rizq topish uchun qo'ldan kelgan halol kasblarni qilasiz. Rizq kelishida faqat Allohga tavakkul qilasiz. Shu bilan birga mol dunyoga muhabbat qilmaysiz. Qalbingiz dunyoga bog'lanmaydi. Dinimiz mana shunga buyurgan. Lekin ming afsus, bunday odamlar kam. Allohga tavakkul qilib, rizq topish yo'lida halol sabablarni qiladi. Shu bilan birga qalbi mol dunyoga bog'lanmaydi. Bunday odamlar juda kam. Afsus. Sindi rahimahulloh aytibdilar: insonga yozib qo'yilgan rizq baribir keladi. Maqsadi oxirat bo'lgan insonga qattiq qiyinchiliklarsiz
g'am tashvishsiz yozib qo'yilgan rizq keladi. Maqsadi mol dunyo bo'lgan insonga ham yozilgan rizq keladi, lekin qattiq mashaqqat bilan, ko'pdan ko'p g'am tashvish bilan keladi. Oxiratni maqsad qilgan inson dunyoda ham, oxiratda ham katta foydaga erishadi. Chunki dunyo to'plashdan maqsad, ya'ni aqlli odam ozgina fikr qilsa, men nima uchun boylik to'playapman? Nima uchun shuncha qiyinchiliklar? Shuncha pul nimaga kerak? Ko'pchilikning javobi dunyoda rohatlanib yashash uchun. Mazza qilib yashash uchun boylik to'playapman. Boyligim menga xizmatkor bo'lishni istayman. Men boyligimga qul bo'lib qolishni xohlamayman deydi. Lekin boylik to'playdigan insonlarning ko'pchiligidagi musibat, ular mol dunyoga qul bo'lib qoladilar. Boyliklari ularga xizmatkor bo'lish o'rniga ular boyliklariga xizmatkor bo'lib qoladilar. Sindi rahimahulloh so'zlarini davomida aytibdilar. Boylik yig'ishdan maqsad dunyoda rohatlanib yashash. Oxiratni maqsad qilgan inson albatta dunyo va oxiratda rohatga erishadi. Ammo dunyoni maqsad qilgan inson dunyoda ham, oxiratda ham ziyonkor bo'ladi. Chunki dunyoda u boylik orttiraman deb qattiq mashaqqatda, tinimsiz g'am tashvish bilan yashaydi. Agar huzur halovat bo'lmasa, to'plangan boylikning nima foydasi bor? Sindi rahimahullohning bu gaplari Sunan ibn Majjaning sharhida aytilgan. Demak, ko'z o'ngimizda turishi kerak bo'lgan muhim qoida. Qalb Allohga bog'lanib, boy bo'lsa, inson badanida ham, zehnida ham, nafsida ham huzur halovat bo'ladi. Oqibatda insonning fikr xayoli jam bo'lib, ishlarida tartib va baraka bo'ladi. Ammo kimning qalbi faqir, ko'zi och bo'lsa, ishlari parokanda bo'ladi. Ruhan qiynalib, xotirjamligini yo'qotadi va baxtsiz bo'lib yashaydi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlar: mol dunyoni maqsad qilgan insonlar dunyoda eng mashaqqat chekuvchi kimsalardir. Dunyodagi eng yomon mashaqqatlardan biri insonning ishlari parokanda bo'lishi va qalbida huzur halovat bo'lmasligi va ko'zi och, qalbi faqir bo'lishidir. Dunyoga muhabbat qo'yganlar dunyo nozu ne'matlariga aldanib mast bo'lib qolganlar. Agar ular mast bo'lmaganlarida mashaqqatli hayotlaridan xalos bo'lish uchun dod-voy qilib yordam so'ragan bo'lardilar. Ya'ni mol dunyoga qul bo'lgan insonlarning ko'pchiligi o'zlarini ruhan qiynalib yashayotganlarni tan olgilari kelmaydi. Ularning boyliklari qiynalib yashayotganlarni e'tirof etishdan to'sib turadi.